Bugun arxitektura rejalashtirish topshirig'i haqida gaplashamiz. Bu hujjat noturar joyni rekonstruksiya qilish, qayta qurish yoki yoniga qo'shimcha bino qurish uchun ruxsatnoma olinganidan so'ng ishlab chiqiladi. Turar joyda tartibsal boshqacharoq. Agar uyingiz 2 qavatdan yuqori, balandligi 12 metrdan va umumiy maydoni 500 kvadrat metrdan ortiq bo'lsagina arxitektura rejalashtirish topshirig'i kerak bo'ladi. Undan kam bo'lsa shart emas. Loyiha kelishilganidan so'ng qurilishni boshlayverasiz. Arxitektura rejalashtirish topshirig'ini olish uchun my.go.uz saytiga kirib, ko'chmas mulk bo'limidan arxitektura rejalashtirish topshirig'ini olish tanlanadi. Xizmatdan foydalanish bosilib, xizmat turi va obyekt sohasi belgilanadi. So'ngra keyingisi telefon raqami tekshirilib, yana keyingisi tugmasi bosiladi. Endi obyekt nomi yozilib, qolgan qatorlar to'ldiriladi. Faylni tanlang tugmalari orqali texnik shartlar, ruxsatnoma va boshqa hujjatlar biriktiriladi. Keyingisi tugmasi bosilib, ma'lumotlar tekshiriladi, yuboriladi va to'lov amalga oshiriladi. Xizmat ko'rsatish muddati va narxi bilan ayni nomdagi menyular orqali tanishishingiz mumkin.